Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying hamda bitta like bosib videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shib keting. Xo'p, darsimizni boshlashdan oldin Alloh taoloning bir kalomi bilan boshlasak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alloh taolo aytadi: "Inna xalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Albatta men insonlar va jinlarni o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Biz bu dunyoga nima uchun keldik? Nima qilyapmiz? Nima qilishimiz kerak? Shu haqidagi savollarni biz o'zimizga berishligimiz kerak ekan. Biz nima qilishlikni Allohning kalomi bo'lgan Qur'ondan o'rganamiz ekan va hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida o'rganamiz ekan. Alloh taolo aytadi: "Va atiylloha va atiur rasul." Allohga itoat qiling va rasuliga itoat qiling deydi. Biz aqidani, islom dinidagi aqidani Allohning kitobidan hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan olamiz ekan. Xo'p, inshaalloh bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz to'i marbuta. To'i marbutaning asosiy t undosh ko'rinishidagi t harfidir. Bu alomat muannas ayol jinsiga dalolat qiluvchi so'zlar oxirida qo'llaniladi. Masalan, debdi: azizatun, faridatun, faridatun. Xo'p, mana bu joyda to'i marbuta oxirida kelyapti. Nima uchun deganda farida. Mana bu joyda bir qizning ismi kelyapti. Ya'ni u muannas bo'lyapti, ayol kishini ismi bo'lgani uchun bu yerda muannas kelyapti. Ya'ni to'i marbuta kelyapti. Nima uchun desa, mana bu joyda ayol kishini ismi zikr qilinyapti. Hamidatun, sa'idatun, shahidatun, jamilatun, halimatun, salimatun, sharifatun, na'imatun, marratun, marratun, karratun, karratun, hurratun, hurratun. Mana bu joyda to'i marbuta bilan t harfini ajratib yozib qo'yibdi. Xo'p, keyingi darsimiz. Ustida fatha alomati bilan tikka yozilgan alif harfi xuddi alif kabi cho'zib o'qiladi debdi. Xo'p. Ilahun. Bu joyda mana bu alifni aytyapti. Ya'ni bitta chizilgan, kichkina chizilgan alif harfi ilahun, ilahun. Ya'ni mana bu bitta chizilgan harf ham alif harfi ham cho'zib o'qiladi ekan. Rahman. Mana bu joyda kelyapti, tikka yozilgan alif kabi cho'zib o'qiladi ekan. Rahman, Qur'an, hada, hada, zalika, zalika, haula'i, haula'i, lakin, lakin, amana, adama, adamu, akharu, amanna, ibrahim, ismail, ishaq. Xo'p, keyingi darsimiz so'z oxirida kelgan kasrali h dan oldingi harf ham kasrali bo'lsa, h dan keyingi bir yo qo'shib cho'zib o'qiladi. Bu belgi Usmon mushabida bunday ko'rinishda kelgan. Sharti shuki, undan keyingi qattiq hamza kelmasligi lozim. Masalan, debdi:
bihi, bihi. Mana bu joyda aytyapti, hdan oldingi harf kasra bo'lsa va undan keyingi harf ham kasra kelsa, bir yo qo'shib yozib o'qilinadi debdi. Mana bu joyda bihi, i deganda y o'zi chiqadi. Shuning uchun bihi, bihi mana bu joyda ko'rsatib qo'ydi. Bi amrihi, bi hukmihi, bi qudratihi hadhihi. Bihi, bi amrihi, bi hukmihi, bi qudratihi hadhihi. Xo'p do'stlar, bugungi darsimiz shular inshaalloh. Sizlar bilan nurun ala nur. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Videoga bitta like bosib, tarqalishligiga hissangizni qo'shib ketishni unutmang.